Sarvinoz, men hayotimni o'zgartirmoqchiman. Buning uchun avvalambor tashqi ko'rinishimni o'zgartirishim kerak. Nima maslahat berasiz? Sizni tashqi ko'rinishingizni o'zgartirishni qoshlaringizdan boshlaymiz. Qoshlaringizni termasdan kuydirib asitega qilamiz. Qoshlaringizdan o'zgartirishga boshlaymiz. Menga yarasharmidi? Albatta yarashadi. Qani ketdik bo'lmasa? Mana shu kungacha yuzlariga hech qanday o'zgartirish kirgizmagan, qoshlari tabiiy terilmagan, umuman kipriga hech narsa qilishmagan. Qoshlarni oddiy asitlenadan boshlab, laminatsiya, tabiiy kiprik ekish, sochlariga ozgina uhot berish, yuzlariga uhot berish bilan ishimizni tugatdik. Qizlar qoshlari tabiiy laminatsiya terilmagan, chiroyli formaga soldik. Kipriklarga klassik uslubda chiroyli qilib kiprik ekib berdik. Tabiiy ko'rishlaring mumkin. Opamiz endi emotsiyalarini eshitamiz o'zlaridan. Hozirgi ko'rinishim bilan hozirgi ko'rinishimda ancha farq bor. Hozirgi ko'rinishimda o'zimni boshqacha his qilyapman. Bu ko'rinishim juda o'zimga yoqdi. Ayol kishiga ozgina e'tibor, ozgina vaqt bo'lsa, shu darajada o'zgaradi. O'zim shu yerda ishlab, ishlarimni ko'rib, Yulduz Wedding salonidagi qizlarni mahoratiga yana bir bor tan berdim. Sohasida, chevarchilik sohasida nima ishlaring bo'lsa, bemalol Yulduz Wedding saloniga kelishlaring mumkin. Bilmagan ayol qizlarimiz uchun bu usul juda yaxshi usul ekan. Qoshim va kiprigim uchun Sarvinoz xonga alohida rahmat aytaman. Imijim yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldirishlaringizni so'rayman.